Assalomu alaykum hammaga. Barcha men sizlar bilan. Xo'p, Chempionlar Ligasi o'tdi. Mahalliy chempionatlar boshlandi. Ispaniyada juda ham qiziq o'yinlar bo'ldi. Ispaniyada sirasi 2 ta tur o'tdi. Angliyada 1 ta tur o'tdi. Lekin qanaqa o'yinlar bo'ldi? Liverpool Everton bilan o'ynadi. Manchester City Arsenal, Manchester United Chelsea, Real umuman yutqizmayapti. Barselona o'zini muammolariga qaramasdan yutib boryapti. Xullas, bugun mavzu ko'p. Vartim bilan gaplashamiz. Birinchi o'yindan boshlaydigan bo'lsak, Manchester United va Chelsea. Bilasizlarmi? Men juda ham bir old school o'yinni ko'rgandek bo'ldim. Bir 90-yillarda futbol ko'rmaganman, lekin shu 2005-yillarda futbol ko'rganman. Shu 2005-yillarni eslatib yubordi. Yomg'ir, kechqurun, juda ham qiyin o'yin, ko'p to'y yurmaydi. Undan tashqari taymni o'yinni boshidan Chelsea bitta kam o'yinchi bo'lib qolyapti. Mareska ham o'yinni qanaqa o'zgartirishni bilmasdan sirasi 21-minutgacha 3 ta zamina qo'yardi. Juda ham ko'p momentlarga ega o'yin bo'ldi, to'g'risini aytganda. Boshdan boshlaydigan bo'lsak, haqiqatda Manchester United o'zi yaxshi boshladi. Amorim ko'p heytlarga uchrashishga qaramasdan o'zini o'yinini topishni boshladi. Tan olish kerak, Manchester Unitedda eng yaxshi transferi bu Mbembo bo'lyapti hozircha. Birga bir chiqib ketdi. Sanchezni ilib oldi. Sanchez qizil olib chiqib ketgandan keyin Chelsea qanaqa reaksiya bildirishni bilmay qoldi ham qizig'i. Hattoki Mareska nima qilishni bilmasdan turib, sirasi 3 ta zamina qo'ydi. O'yindan keyin anaqa chiqib keldiki, informatsiya chiqib keldiki, Palmerni o'yindan oldin o'zi jarohati bo'lgan ekan. Jarohati bo'lsa, nimaga uni faqat o'zini almashtirmadi? Estevao ham ketdi, yana boshqa o'yinchilarni almashtirib tashladi. Shu narsani juda yaxshi sezgan Manchester United уже oldinga bordi va Chelsea-ni 1-2 martalab jazoladi. Ularni xatosi bo'ldi. Manchester United meni fikrimcha 2 tadan ko'p gol ursa bo'lardi bemalol. Bemalol 2 tadan ko'p gol ursa bo'lardi, lekin ularda meni fikrimcha, yana bilmadim-ku, hozirgi muxlislar Manchester Unitedni katta klub deb bilmaydi. Oldingi muxlislar Manchester United точно juda gigantskiy klub, big club deb bilishadi. Lekin hozirgi paytda Manchester Unitedda shunaqa sindrom paydo bo'ldiki, Manchester United kamdan kam hisobda oldinda boradi. Tushunishingiz uchun bu Angliya Premyer Ligasi bo'ladimi, Yevro kuboklar bo'ladimi? Ular uchun juda qiyin hisobda oldinda borib, o'yinni nazorat qilish. Va 2-0 bo'lgandan keyin hisob Manchester United nima qilishni bilmay qoldi. Chunki birinchi taymning o'zida Manchester United 2 ta gol urdi. Bitta ko'p o'yinchi bo'lib o'ynayapti. Moment yaratib bemalol urib tashlasa bo'ladi, lekin Manchester United bir vakuumga tushib qoldi. O'sha vakuumdan nima qilishni bilmay qoldi. Va bu narsani hammasini Casemiro juda zo'r to'g'rilab qo'ydi. Sanchez chiqib ketdi, men ham chiqib ketaman deb, u ham qizilab qo'ya qoldi. Birinchi taymning o'zida yo'q. Ikkinchi taymda yana sostavda tenglashdi. Chelsea o'zi nima qilishni bilmay qoldi, chunki zaminasi ham qolmadi ularni o'ynashga. Faqatgina shu ikkinchi taym oxirida sal bo'lsa ham bosimni oshirdi, bitta gol urishga ham erishdi. Ikkinchi gol urishi ham mumkin, sal ko'proq vaqt bo'lganda, lekin bu yerda meni fikrim Manchester United jismoniy tarafdan kuchi yetdi, lekin shu psixologik tarafdan ularga baribir ozgina borligi shu o'yinda ko'rinib qoldi. Amorim молодец, gap ochig'i, juda zo'r o'yin o'tkazdi desa bo'ladi. Bu g'alaba unga kerak edi. Eshitishimiz bo'yicha u Sir James Ratcliffe bilan gaplashgan va 3 ta o'yin anaqa olgan, srok olgan. Shu 3 ta o'yinda agar yaxshi rezultat bermasa, u iste'foga chiqariladi. Lekin birinchi o'yinda u yaxshi rezultat berdi. Men o'ylashimcha, Amorim hali ancha yil Manchester United murabbiysi bo'la oladi deb o'ylayman. Keyingi o'yinimizda Angliya Premyer Ligasini markaziy uchrashuvi Manchester City bilan Arsenal o'ynadi. Demak, ochiqni aytadigan bo'lsam, bu o'yinda men juda ko'p narsa kutgan edim. Qisman oldim, qisman yo'q. Nimaga? Chunki har qaysi yil o'ynaganda, uchrashganda bu jamoalar Manchester City'dan ayniqsa juda ham yorqin o'yin kutsa bo'lardi, lekin bu mavsum emas. Nimaga? Chunki mavsum boshida Pep Guardiola trenerlik sostavini полностью o'zgartirib tashladi. Hozir Guardiolani futboli degan tushuncha afsuski sekin-sekin negadir yo'q bo'lib boryapti. Men juda ham ko'p narsa kutgan edim. Birinchi goldan keyin ayniqsa Manchester City birinchi golni shuni topdi. Erling Haaland yana shu bir dahshatli darajada o'ynayapti, gap ochig'i. O'zi 2 ta o'yinchi bor hozir mavsum boshida juda ham dahshatli bir daraja ko'rsatgan, bu Kylian Mbappe va Erling Haaland. Erling Haaland tushunishingiz uchun u faqatgina hujumchi sifatida o'ynamadi bu o'yinda.
u markazda turib ancha-muncha Arsenalni hujumlarini to'xtatdi. Agar shu golni eslaydigan bo'lsalar ham qarshi hujumga chiqib ketayotganda birinchi bo'lib qo'lini o'zi ko'p to'nab qo'ydi-da, keyin pas berardi, ketdi, oldinga yugurib ketdi. Ko'pchilik aytdi shu vaziyatda Arsenal himoyasi sochilib ketdi. Yo'q odamlar, Arsenal himoyasi sochilib ketmadi. Shunchaki Erling Haaland shunchalik tez yugurdiki, hattoki Gabriel ham uning orqasidan yeta olmadi. Gabriel prostaki yeta olmadi. Keyin borib yana bitta narsani aytib o'tib ketgan bo'lardim. Haaland o'zi chapaqay, u anaqa ruschada aytganda yarko выраженная levsha dedi. U asosiy ishlatadigan oyog'i chap oyoq. Lekin o'ng oyoqda gol urdi. Hech qanaqa davleniyasiz, bosimsiz gol urib ketdi. Men o'yladim shu goldan keyin hozir Manchester Cityning o'yini yanada kuchayib ketadi, bosimni oshirishadi va ikkinchi, uchinchi golni urishga muvaffaq bo'lishadi bo'ldim. Lekin Manchester Cityning xatosi shu bo'ldiki, ular shu ikkinchi golni afsuski ura olmadi va bu ularning katta xatosi bo'lib qoldi. Arsenalga to'xtaladigan bo'lsak, Arsenal bilasizlarmi, bir men uchun shu oxirgi o'yinlar nechtasini ko'rgan bo'lsam, bir devorga o'xshaydi. Shu devor sekin bir kelib, sizni baribir ezib qo'yadigan bir jamoaga o'xshaydi Arsenal. Chunki ular juda ham pragmatik o'yin ko'rsatadi. Har bitta o'yinda ular juda ham pragmatik o'yin ko'rsatadi. Bu uchun ko'p muxlislari Arsenalni Mikel Artetaga o'zini shu pretenziyalarni bildirishadi. Chunki Mikel Arteta juda ham zerikarli o'yin quryapti degan ma'noda. Lekin Arsenal muxlislari Mikel Arteta kelishidan oldin sizlar bir 8-9 o'rinda yuruvdinglar. Shuni esingizdan chiqarmaydi. Bu o'yinda ham Arsenal xuddi shu taktikasidan qochmadi. Umuman qochmadi. Ikkinchi taymda Manchester City'ning slab joylarini ko'rgan Mikel Arteta Eze'ni tushirdi. Martinelli'ni tushirdi. Eng kerakli joy Sakani ham tushirdi aytgancha, Saka bilan Martinelli'ni flank almashgani mana shu o'yinni hal qilib ketgan joyi bo'ldi. Chunki Eze pas berdi markazdan, Martinelli borib sekingina tasavvur qilishingiz uchun Gigi Donnarumani ustidan tashlab qo'ydi. Donnarumma 2 metrlik o'rata. 2 metr, tushunishingiz uchun. 2 metr. Donnarumma umuman pastki o'yinda xato qilmadi, juda ham ko'p qutqardi. Lekin o'yinning oxirida u to'g'ri chiqishda xato qilib qo'ydi va bu Manchester Cityga qimmatga tushib qoldi, to'g'ri. 2 ochko. Lekin bu Angliya Gigi Donnarummani birinchi bir qo'pol xatosi desa bo'ladi. O'yin umuman olganda yomon kechmadi, lekin Manchester Cityning bunaqa tarzda futbol o'ynashini ko'rish men uchun g'alatiroq tuyuldi, gap ochig'i. Ikki og'iz Abduqodir Husanov to'g'risida ham aytib o'tib ketmasak bo'lmaydi. Husanov shunchaki monster. Birinchi bo'limda ko'rgan bo'lsanglar, Trossard 2 martami, 3 marta rosa harakat qildi Husanovdan qochib ketishga, lekin Husanov bitta korpusni o'ziga u Trossardni umuman sezmadi ham. Trossard birinchi bo'limda chap qanoti Arsenalda umuman ishlamadi, tushunishlik uchun. Faqatgina bitta vaziyatgacha u ham bo'lsa, adashmasam, Gabriel Husanov oyog'ini bosib oldi. Husanov yotdi, ancha payt yotdi. Husanov simulyatsiya qiladigan o'yinchi emas. Buni hamma biladi, simulyatsiya qiladigan o'yinchi emas. Haqiqatda nastub bo'ldi. Lekin Angliya Premyer Ligasi sudiyalari umuman qishni ko'rishmadi, sezishmadi ham. Shunchaki bunday qarab qo'yishdi bo'ldi. Husanov bo'lsa 3 haftaga travma oldi. Bitta tomondan yaxshi, ikkinchi tomondan 3 haftaga ketdi. Keyingi o'yinga o'tamiz. Keyingi o'yin keladigan bo'lsa, bu Merseyside derbisi, Liverpool va Everton. Oldinlari taxminan 10 yil oldin deydigan bo'lsa, Merseyside derbisi juda ham qiziq bo'lardi, lekin hozir emas, afsuski. To'g'ri, Evertonda Jack Grealish juda ham zo'r o'yin ko'rsatyapti. Adashmasam, yo 3 ta, yo 4 ta uje assist berdi. Manchester Citydan qutqarilganiga xursand u, lekin Liverpool. Umuman hech qanaqa yo'qotishlarsiz. Ochko ham yo'qotmayapti, sezmayapti ham. Oxirgi daqiqada gol o'tkazib yuborsa, maylim deb borib, o'sha qo'shimcha daqiqalarda gol urib kelayotgan jamoa bu Liverpool. Menimcha, endi to'g'risini aytganda, hozircha Liverpool to'g'risida bunaqa yaxshi gap gapirish sal opasniyroq. Nimaga? Chunki oldingi yili eslaymiz, Paris Saint-Germain bilan o'yinda Liverpool chiqib ketgan. Lekin hozircha eng bir zo'r o'yin ko'rsatayotgan jamoa menimcha bu Liverpool bo'lsa kerak. Shuning uchun bu yerda ko'p gapirib o'tirishim shart emas. Liverpool молодцы. Oxirida La Ligaga to'xtalmoqchiman.
Chunki La Ligada ikkita tur o'yin bo'lib o'tdi. Real, Espanyol va demak, Levanteni yutdi. Espanyolga qarshi o'yin juda zo'r kechdi. Nimaga? Chunki Espanyol sal bo'lsa ham oppozitsiya ko'rsata oldi Real Madridga qarshi. Ayniqsa jarima maydonchasini ichiga ma'lum bir vaqt umuman kirgizmadi ham. Lekin Real Madrid nima bilan javob berdi bunga? Yaxshi, kirmasa kirmaymiz, uzoqdan gol uramiz deyishdi. Militao adashmasam 30 metrlardan gol tiqib qo'ydi, 9-likka. Keyin Mbappe gol urmasa o'yin, chunki hozir ko'rgan bo'lsangiz Usmon Dembele oltin to'p yutdi. Usmon Dembele hech qachon oltin to'p uchun kurashmagan o'yinchi yutib qo'ydi. Lekin Kylian Mbappeda bo'lsa oltin to'p bitta ham yo'q. Endi keyingi mavsum olish niyati bor, скорее всего, chunki mavsum boshidan beri juda ham zo'r o'yin ko'rsatyapti, stabil. Ikkinchi o'yiniga to'xtaladigan bo'lsa, Real Madrid ikkinchi o'yinda Levanteni umuman sezmadi deb o'ylayman. 4-1 mehmonda bo'ldi. Yana Mbappe gol urdi, Güler juda zo'r o'ynashyapti. Hozir nimani kutyapman? Men faqatgina El Clasico'ni kutyapman. Chunki mana El Clasico jamoalarni haqiqiy kuchini ko'rsata oladi deb o'ylayman. Endi Barselonaga to'xtaladigan bo'lsak, Barselonada taqvim sal qiyinroq edi, chunki ularda Getafega qarshi o'yin bor edi. Tushunishlik uchun Barselona oxirgi 2 mavsum ichida Getafeni yutmagan. Har doim ular bilan necha o'ynashadi. Shu kichkinagina Johan Cruyff arenasida 6 mingta odam sig'diradigan Barselona Getafeni umuman sezmadi. 3-0. Bilasizlarmi, eng qizig'i oldingi anaqada o'yinda Newcastle'ga qarshi men aytdimki, birinchi taymda Marcus Rashford shunaqa zo'r o'ynamadi dedim, lekin shunchalik xursandligidan u demak trenerga kech qolibdi, Flick uni nakazat qildi, o'yinga tushmadi boshida, keyin ikkinchi taymda tushib u assist berdi. O'yinda juda yaxshi o'ynadi o'zi, rost akasim. Juda katta foyda keltirdi Barselonaga. Ikkinchi o'yini Real Oviedoga qarshi o'ynadi. Barselona 1-0 yutqizib o'tdi shu o'yinda. 1-0 yutqizayotganiga qaramasdan 3-1 ga yutib ketdi. Bu o'yinda Barselona juda ko'p o'yinchilar tushmadi, eng qizig'i. Barselonada hozir jarohatlar juda ko'p. Undan tashqari bu o'yinda demak Garcia ham travma oldi. Joan Garcia jamoa birinchi nomeri haqiqatdan, ayniqsa Rayo Vallecanoga qarshi o'yinda u juda ham ko'p seyv qildi. Barselona yutqizish kerak edi o'yinda. Lekin Joan Garcia bu shu X faktor bo'ldiki, Barselona yutqizmasligi uchun. U jarohat topdi, 4 haftadan 6 haftagacha davolanar ekan. Undan tashqari Barselonada Fermin Lopes ham jarohat oldi. U 3 haftaga ketdi. Gavi adashmasam faqatgina martda maydonga qayta olar ekan. Rafinha 3 haftaga ketdi. Barselonada jarohatlar juda ham ko'p. Eng qizig'i, Lamine Yamal keyingi o'yinda o'ynamasligi ham so'roq ostida turibdi. Alejandro Balde jarohatda. Shuning uchun hozir PSJga qarshi bo'ladigan o'yin Barselona uchun menimcha har qachongidan ham qiyin kechadi. Har qachon. Chunki Barselonada banalni sostav yo'q. Umumiy olganda tur shunaqa bo'ldi. Like bosinglar, ko'ringlar, podpiska bosinglar. Keyingi haftada ko'rishguncha.